Diqqat qiling, O'zbekiston fuqarolari uchun muhim yangilik. O'zbekistonda endi nafaqa qanday to'lanadi? Yangi tartib joriy etildi. Barcha fuqarolar tezda buning barchasini ko'rishingiz shart. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekistonda homiladorlik va kasallik nafaqalarini tayinlash hamda to'lashning yangi tartibi joriy etildi. Endilikda to'lovlar Baraka ijtimoiy kartasi orqali amalga oshiriladi. Kun.uz yangi tizimning asosiy o'zgarishlari, nafaqa olish shartlari va to'lov mexanizmini tushuntirdi. Davlat ijtimoiy sug'urtasi to'g'risidagi qonun hamda Vazirlar Mahkamasining 796 sonli qaroriga muvofiq homiladorlik va tug'ish hamda vaqtincha mehnatga layoqatsizlik nafaqalarini tayinlash va to'lashning yangi mexanizmi joriy etildi. Bunda homiladorlik va tug'ish nafaqasi to'liq, kasallik nafaqasi esa 6 kundan boshlab Davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi hisobidan moliyalashtiriladi. Davlat ijtimoiy sug'urtasi sug'urta hodisasi yuz berganda sug'urtalangan shaxslarning daromadlari yo'qolishi oldini olishga qaratilgan davlat kafolatlari tizimidir. U majburiy va ixtiyoriy asoslarda amalga oshiriladi hamda vaqtincha mehnatga layoqatsizlik, homiladorlik, tug'ish kabi sug'urta hodisalari yuz berganida fuqarolarni ijtimoiy himoya qilishni ta'minlaydi.